Stress sizning samaradorligingizni pasaytiryaptimi? Bugun sizga 5 ta oddiy usul bilan stressni boshqarishni o'rgataman. Birinchi usul 4-7-8 texnikasi. Ya'ni nafasni 4 soniya nafas ushlab turing va 8 soniya davomida chiqaring. Bu ancha stressni kamaytiradi. Ikkinchi usul jismoniy harakat. Tez yugurish, sakrash va cho'zilish mashqlari stress gormonlarini sezilarli kamaytiradi. To'rtinchi usul vaqtlarni cheklash, ya'ni tashvishlar uchun alohida 15 daqiqa ajrating. Qolgan vaqtda esa o'z hayotingizni yashang. To'rtinchi usul minnatdorchilik. Har kuni 3 ta narsaga hayotingizdan minnatdor bo'ling. Bu ham stressni ancha kamaytiradi va kayfiyatingizni yaxshilaydi. Beshinchi eng samarali usul raqamli detoks, ya'ni 1 soat davomida telefondan umuman foydalanmang. Telefonsiz yashash texnikasini hayotingizga joriy qiling. Bu ham stressni ancha kamaytiradi, chunki reyslarda boy hayot bu ko'z bo'yamachilik. Ertaga yakshanba va biz o'zini tahlil qilish haqida gaplashamiz. Kanalimga obuna bo'ling. Aytgancha YouTube'da 30 ta bo'ldik. Bu ham yutuq desam bo'ladi. Chunki bu videolarim yaxshi rekka chiqayotganidan dalolat. Instagramda esa ahvol o'zgarishsiz qolmoqda. Buni e'tiborsiz qoldirmaysiz degan umiddaman. O'zingizni ehtiyot qiling. Sizlarni hurmat qiluvchi bloger, Sarvar To'y bloger. Salomat bo'ling.